Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir hovlimizga beda ekini ekilgan bo'lib, mana hozir bedamizni birinchi o'rimga tayyor bo'lib turibdi. Mana bedamizni o'rib boshladik. Bu bedamizdagi asosiy zararkunanda hasharotlar, kasalliklar va begonotlar haqida sizlarga qisqacha ko'rsatib o'taman. Hozir mana bu bedamiz 2026-yil mart oyini 28 bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rimda. Hozir holati birinchi o'rimda. Xo'p, bu bedamizga qanday hasharot zarar etkazyapti? Mana shu kecha kunduzda zarar yetkazayotgan zararli organizmlar, hasharotlar mavjud. Oddiy misol qiladigan bo'lsak, mana xo'p, bedamizda o'suvchi qismida, o'sish nuqtasida ko'rishingiz mumkin. Bu shira, ya'ni har bitta o'zimizda bahorda uchraydigan shira hasharoti, zararkunanda hasharoti. Buni oziqlanish tipi so'rib, sanchib oziqlanadi. Asosan bedani o'suvchi qismlarida, bedaning tepa qismlarida bedamizga zarar yetkazadi. Hozir bu bedamiz kuchli zararlangan. Xo'p, bunga bitta shira, ya'ni mana bu shiramiz zarar yetkazmayapti. Bunga bedada uchraydigan o'zining yana undan shu shiradan tashqari yana boshqa hasharotlari ham bor. U qanday deydigan bo'lsangiz, beda barg filchasi bor. U qanday bo'ladi? U mana bu qurtimiz beda barg filchasining lichinkasi, bu bedani kemirib oziqlanadi. Ya'ni bedani mana bargini ko'rishingiz mumkin. Bedani bargini teshib epidermis qismini zararlagan. Mana bedamiz kuchli zararlanib, mana bu hattoki hosilni nobutigacha olib kelishi mumkin. Bu nima bo'ladi? Bunga qarshi kurashishlarni olib bormasa, mana bu bedamizdan masalan bir sotiqdan qanchadir tonna yashil massa olishimiz kerak bo'lsa, biz o'sha yashil massani ola olmaymiz va chorvaga bera olmaymiz. O'shani oldini olish maqsadida bunga qarshi kurash ishlarini olib borish kerak. Ularga qarshi qanday kurashishlarni olib boramiz deydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda bedamizga qaysi zararkunanda zarar yetkazayotganligini bilishimiz kerak. Mana bu qurtimiz. O'sha qurt bedamizga zarar yetkazyapti. Ya'ni mana zarar aniq. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yoqlarda ham kuchli zararlanib ketyapti. Beda barg filchasi. Undan tashqari bedamizga yana har xil zararkunanda hasharotlar bor. Ya'ni Phytonomus deymiz. Phytonomus. Endi umumiy qilib aytadigan bo'lsak, ularda hammasi zararli organizm hisoblanadi. Xo'p, bularga qarshi kurashish usuli bor, mavjud. Unga qarshi hozir bu kimyoviy preparatlar ishlatsak bo'ladi. Ishlatishdan oldin yaxshi bir mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. Chunki bu hozir bizga kasallik emas, bu hasharot hisoblanadi. Hasharotga qarshi kimyoviy preparatlar ham o'z turida bo'linadi, 3 ga bo'linadi. Ya'ni hasharotlarga insektitsidlar ishlatiladi. Begonotlarga gerbisidlar, kasalliklarga esa fungisidlar ishlatiladi. Shunda ham bu hozir asosimizga hasharot zarar yetkazyapti. Hasharotimizga insektitsidlar ishlatishimiz kerak. Bunga qarshi qanday dorilarni tavsiya qilasiz desalaringiz, mana bu hozir bizga ko'rinib turgan hasharotimiz shira aniq, beda barg filchasi aniq, mana Phytonomuslar aniq zararni ko'ryapmiz. Ularga qarshi ta'sir qiluvchi moddasi liamdesligatrin bo'lgan dorilar. Masalan, dorini nomi Ali bo'lishi mumkin, Vali bo'lishi mumkin, umumiy dorining nomlari bo'lishi mumkin. O'sha dorining nomidan tagida yozib qo'yiladi. Ta'sir qiluvchi moddasi yozilgan bo'ladi. O'sha ta'sir qiluvchi moddasi
Liamda silgatrin ta'sir qiluvchi moddalarini o'sha mana shu bedalarimizga sepsak, o'shanda yaxshi samara beradi. Xo'p, bu yerdagi shiramizni bedabarg filchasini nobud qilib beradi. Buni qachon sepish kerak? Qay payt sepish kerak? Hozir bu turishiga bedamizni sepishimiz kerakmi, kerak emasmi? O'sha savollarga ham javob berib ketsam, hozir mana shu turishimizga bedamizga sepishimiz shart emas. Chunki bunga texnika ishlolmaydi, kirolmaydi. Biz birinchi o'rimda mana shunday qilib o'rib olamiz. O'rib, mana o'ryapmiz. O'rgandan so'ng shu dalamizdan chiqaramiz. Dalamizdan chiqargandan so'ng bedamiz 60-70% yerda namligi bo'lish kerak. Ya'ni bir sug'orilish kerak beda. Mana shunday yer nam bo'lib turish kerak. Yer nam bo'lib turish kerak. Yer nam bo'lganda beda 3, 5, 10 sm tepada o'sgan bo'lsa, o'shanda sepsak effekt yaxshi beradi. Keyin yana bir narsaga qattiq e'tibor qaratishimiz kerak. Bu bedamizda biologik kurashuvchi hasharotlarimiz ham yo'q emas. Misol uchun, mana xonqizimiz bu bedamizni shiralarni tirik yeydigan, ya'ni biofonni ushlab beradigan asosiy hasharotlarimizdan biri. Xo'p, bundan tashqari kimyoviy preparat sepishdan oldin yo sepish jarayonida biz juda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Hozirgi kunda barcha daraxtlar uyg'ongan, gullagan davrda, shu gullagan davrda biofondan tashqari mana bu yerda masalan gilos daraxtimiz gullab turibdi. Bu yerda asalarilar bor. Mana ovozlarini eshitishingiz mumkin. Asalarilar bor. O'sha asalarilar hasharot bo'lganligi bois kimyoviy dori sepilsa, bularni qirilib ketishiga ham sabab bo'ladi. O'shani ham inobatga olishimiz kerak va iloji boricha asalarilardan, masalan, qo'shningiz yo kimdir asal yetishtirayotgan bo'lsa, hafta oldin yo 3 kun oldin yo 2 kun oldin ogohlantiring. Nimaga? Asallarini chiqarmay yoki asallarini uylarini yopgan holatda asraydi. Chunki agar biz ularga ham e'tibor bermasak, biz asallarni ham nobud qilib qo'yishimiz mumkin. Endi bu bedamizga keladigan bo'lsak, bunda hozir xo'p, ikkita asosiy zarar kunandani ko'rdik. Endi buni ildiz qismiga o'tadigan bo'lsak ham, mana bu yerda mana sariq tuxumga o'xshagan narsalarni ko'rishimiz mumkin. Hozir bu yerda ko'rinmayapti. Mana bu yerda mana bu sariq dog'lar hammasi shiralarida tuxumlari. Endi rivojlanib chiqayotgan shiralarimizda tuxumlari. E'tibor qaratishimiz kerak. Mana shu bedamizdan mo'l hosil olishimiz uchun har bitta ekinni oldiga kelib, sinchiklab qarab, u yoq bu yog'ini qaraydigan bo'lsangiz, u ekin sizga gapiradi. Qanday ma'noda? Xo'p, mana meni masalan shira yeb yotibdi, kasallik yeb yotibdi, menga qarshi kimyoviy ishlab o'tkaz deb gapiradi. Mana shiralarni ham ko'rishingiz mumkin. Qanday rivojlanib, maza qilib susambilda yotganda yotibdi. Ularga qarshi kurashish kerak. Kurashmasangiz-chi, bor bedangizdan ham ayrilib qolasiz. Rahmat hammaga.